Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Olinmaslardan yana bitta obzor qilamiz. Xo'sh, obzorlar juda ham ko'p bo'lib turadi bizlarda. Videolar kuzatib boringlar. Olinmaslarga Instagram orqali podpis sahifalari chiroyli videolarni ko'rib turasizlar. O'zlaringiz fikr yuritasizlar. Mashina qanaqa ishlayapti, yaxshi yuribdimi, yo'qmi, rasxodga qo'yaptimi yoki sasigan hidlar chiqyaptimi, g'alati ko'rinishlar ko'rsatyaptimi. Masalan, chekka o'xshagan tabloda. Bunaqa holatlar bo'lganda olinmaslarga aloqaga chiqinglar bexijolat. Xo'sh, katalizatorga to'xtaydigan bo'lsak, mana bu katalizatorimiz Malibu turbinani katalizatori Equinox klassniki bir xil bo'ladi. Xo'sh, buni kimdir sportivni qilish uchun, ovozlar chiqarish uchun katalizatorlarni olib tashlab, mana bunaqa turbalar qo'yib, bir-birlar qilib tashlagan ekan. Mijoz juda ham xafa bo'ldi, kelib buni endi qayerda qildirganini o'zi ham esda yo'q. Bir qildirgan edim, o'tdami, bu o'tdami deyishdi. Mayli nima bo'lganda ham xullas qo'lam o'xshamagan. Bu narsalarni endi polni ichini tozalab olamiz. Zakonni qilib beramiz, xudo xolasa. Ovoz chiqmaydigan, sportivniy glushli keladigan bo'lsak, akalar bunaqa buzib, katalizatorlarni olib tashamanglar. Sportivniy glushli bilan mana bunaqa katalizator, yangi katalizatorlarni qo'yinglar hozir mana ko'rasizmi? Zavodskiy shifrovkalar bilan turibdi mana. Original bo'ladi, Euro 6 bo'ladi. Sassiq hid umuman chiqmaydi, приятный hid chiqadi naborot. Hozir buni ichiga cho'tka qilib yig'ib beramiz, zakonni qilib. Xo'sh, sportivniy glushli keladigan bo'lsak, mana bunaqa ishlar qilmanglar. Katalizatorlar joyida tursin, odamlar mashinani katalizatorini olmanglar. U ekologiya o'zimizga ham kerakli narsa, даже ekologiya. Nafas olamiz, boshqa gazlarni chiqaradigan gazlarni hammasini yoqib yo'qoradi. Sportivniy glushli bunaqa rasxod qilib katalizatorlarni olib yoki povuk qo'yib, palon pullarga povuk qo'ymanglar. Sportivniy glushli kerakmi? Kelinglar olinmaslarga. Arzon cho'ntak bo'lib qilib beramiz. Ko'nglingizdagidek bo'ladi. Nima kamchilik bo'lsa, olinmaslarga aloqaga chiqinglar. Glushli tuning bo'yicha Nerjavika trassami, sportivniy glushlilar, nerjavikalarmi, xohlagan vidlarda bor, katalizatorlar ham xohlagan vidlarda mana shunaqa to'kib tashlangan holatlar bo'lsa, olinmaslarga aloqaga chiqsa, katalizatorlarga chiqib beramiz.